Xo'p, mana paneldan tokni berdik. Shitimiz tayyor. Polностью tayyor shitimiz. Ikkita fazadan beramiz. Mana bu xapda o'rnatilganini qaranglar, kolxoznichi. Xapni bunaqasiga yonchasiga o'rnatdim. Shu mana bu yerga счетчик o'rnatilishi uchun mana shunaqa решение qabul qildik. Xo'p, xaplarimiz mana kameralarimiz ishlayapti. Hozir faqat so'nishni invertordan kelyapti tok. Bu yerda esa hozircha tok yo'q. Tok berishga smysl ham yo'q hozircha. No, что есть. Xudo xohlasa mana shunaqa ishlar. Mana shitimiz tayyor bo'ldi. Endi временное питание berishga o'tamiz.